Voy, aka bu nima bu? Vытяжка aka bu. Bitishga mana tepada bo'lardi-yu. Yo, hozir pastda aka. Zamonaviy kuxnyamizni obzoriga kelganmiz. Abbos aka, bu yoqda tanishtiring qisqa nima joylashgan. Bu yerda ikkita холодильник joylashtirib berganmiz. Bittasi morozilnik, bittasi холодильник. Bitta mikrovolnoy pech bilan bitta pech joylashtirib berganmiz. Bu yerga Abdulla aka nima qo'ygansiz? Kichik joyimizga. Bu yerda biz 10-15 sm joyi ham suxa produktlar uchun полностью joylashtirib qo'yganmiz. Abbos aka, mana buni qarang. 1 sm berilgan, oldinlari stolishnisalar 4 sm bo'lardi. Qalin bo'ladi. Qalin bo'lardi. HV panelda mana shunaqasiga ulov. Bu sizlarning ishinglarda, dizaynerlarning podxodida bu. Dizaynerskiy yechimlarda mana shunaqa tonki nozik joylariga ham e'tibor beriladi. Shuni hisobga olib ketish kerak bo'ladi. Abbos aka, buni naruchkasi bor, hech narsasi yo'q. Qanaqa qilib ochaman buni men? Qo'lim yetmayapti-yu. Aka, bunga yechim qilib berganmiz aka. Pastga ko'tarib yuboramiz, aventis mexanizmimizni. Gap Va oldingizga tushirib beramiz aka. Oldin. Gap yo'q, zo'r bo'lmaydi. Bo'y pastlikdan xafa bo'lmaydi deydi. Abbos aka, холодильникdan mahsulotlarni oldik, mo'ykada yuvdik, tayinladik. Endi qattiq pishiramiz uni, gaz qani? Bor bitta shunaqasi yuring aka. Abdulla aka, bu tastirovkimizga Bosch firmasini induksion plitasini qo'yib berganmiz. Bu yerda vытяжкалari o'zida joylashgan bo'ladi. O'zidan tortib ketishga. Yana boya aytganingizdek, aka aytganimdek, bezopasniyligi yo'q menga aka, rosa bezopasniyligi zo'r ekan. Yosh bolalarga qo'lni qo'ysa ham tovon olganimizda bu qo'lni kuydirmaydi. Yo'q, qo'linglarni qo'ysanglar, umuman kuydirmas ekan. Zo'r-a? Faqat tovonni o'zini qizdirib beradi. Abbos aka, bitta savol bor, qarang. Dizayn proyekt bilan qilingan mebellarni, yasalgan mebellarni dizaynsiz qilgan bilan nima farqi bor aka? Men uni bitta so'z bilan ayta olamanki, dizayn proyekt bo'lmagan mebellarni ko'zimizdan yumib qayerga ketayotganimizni bilmasdan yo'lga chiqish bilan taqqoslayman-da. Akam zo'r ta'rif berdilar. Sizlar nima fikrdasizlar? Kommentariyada fikringlarni qoldiringlar.